Erta yangi yil mana. Uylarni ham bezash kerak. Odam yomon zerikdi lekin, ey. Hamsiyanikiga bir o'tib ikki qo'l narida taylasammikin? Ye, dada, cheqqavdiz. Men sizni qidirurman. Ye, ha, nima bo'lyapti? Umring davomiy qidiruv deymani, hamsiya bilan gaplashgani ham qo'ymaysan. Shu desangiz, biznes g'oya o'yladim, dada. Qanaqa g'oya deysan? Biznes g'oya, dada, biznes g'oya. Xalqqa nima kerak? Qorbobo kiyim kerak. Itti qorbobo kiyim sotaman, pulni tagiga qolib ketaman, dada. Bunday g'oyalaring bilan pulni tagiga qolaman deb, xalq tagiga qolib ketmasa ham bo'ldi deydi. O'xshaydi, ko'rasiz, dada. To'xta. Otadan duo olmaysanmi, nomard? Ayting. Biznes g'oyangga omad. Ha, keldingmi? Dada. Nima bo'ldi yana? O'xshamadi shu qorbobo biznes. Men senga aytdim, shu qorbobo biznesing o'xshamaydi. Bir kun seni cho'ktirishi aniq. Meni cho'kdi deganlar, kemam so'zsiz kemasligini bilmaydi, dada. Yig'ishtir kema paymayni. Bo'lmaydi bu ishlaring. Boshqa biznes g'oya o'ylab topdim, dada. Yana qanday biznes g'oya? Mol doktori bo'laman. Otang sen unday inson bo'lmagan-ku. Onang sen unday inson bo'lmagan-ku, bolam. Yig'ishtir. Ko'rasiz, dada, zo'r ketaman holi. To'xta. Otadan duo olmaysanmi, iflos? Ayting. Adam yetti balo yetmasin. Ishingga omad deyman-da, bolam. Bor. Bu yangi yilga qor qolib yomg'ir yog'yapti-ku. Dada. Ye. Ha, nima bo'ldi? O'xshadimi biznesing? Kira aytaman. Ha, yur qani. Kel. Ye. Ha, qani o'tqan nima bo'ldi o'zi? O'xshadimi biznesing? Qayerdan o'xshaydi? Bir tonnalik $30 o'ttiribman. Ye, shunday ham bo'laganmi? Bo'laykan-da, dada. Men senga shu ishlaringni qilmagin dedim lekin. Ha, boshqa biznes bilan shug'ullanaman, dada. Nima biznes? Pomidor ekib sotaman. Yo, pomidor ekma. Nechta pomidor ekkanlarni olib ketyapti. Bu safar o'xshaydi, ko'rasiz, dada. To'g'ri kelmaydi. Ye, to'xta. Yana duo berasizmi? Yo, bu safar senga duo bermayman. Mana uni beraman senga. Nima qilaman men buni? Ha, bir yuvib chiqsang yordam berar-da bizneslaringga. Dada, Ha, nima qil? Xo'sh, mana mehmonlar ham ketishdi. Endi bitta tortib olib kelsam bo'ldi. Mayli, xo'p, kechga kelinglar bir aylanib. Eshigimiz doim ochiq sizlar uchun. Ye. Dada bo'ldi, mehmonlar kuzatib yordim, ketishdi. Ko'rdim qanday kuzatib yorganingni. Eshigimiz ochiq deysan. Shu eshigimiz sen uchun ham ochiq bo'ladi hozir. O'tirib turma bu yoqqa, men tortib olib kelay. Hech narsa yeyman, 12 dan keyin yeymiz. Xo'p, dada, shu mehmonlar ketsa ham shu 12 dan keyin yeymiz hamma narsani. Xo'p, mana tortam keldi. Endi 12 bo'lsa bo'ldi. Mana, tortni ham olib keldim. 12 bo'lishi atiga 6 soat qoldi. Ozgina chidab tursang yeymiz shuni 12 ga. Dada juda katta ekan-a tortimiz. Ha, o'zi bitta qolgan ekan. Juda omadliman-da. Eng kattasi shu ekan o'zi. Hamsiya. To'xta, o'zim qarayman. Sen teginmagin, shundaymi? 12 dan keyin yeymiz. Hamsiya Aliviya so'rab chiqibdi. Yo'q devordi. Sen nima unday turibsan? Dada, yangi yil kuni ham kalta yeyishim mumkinmi? Ha, vaziyatga qarab yeyverasan kaltani ham. To'xta. Tortni yeb qo'yding. Ha, bilmasdan ozgina hammasini yeb qo'yibman-da. Unday bo'lsa kaltani yeykansan-da. Shu kaltani ham 12 dan keyin yesam bo'lmaydimi? Yo, hozir yeysan.